mumkin. Ma'zani chaqishda. Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz oliy ta'lim tizimiga qo'yilayotgan zamonaviy talablar va bu rejalarimiz bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Ya'ni birinchi rejamiz ta'lim mazmuni va o'quv dasturlariga qo'yiladigan talablar. Ikkinchi rejamiz ta'lim jarayonini tashkil etish bo'yicha talablar. Uchinchi rejamiz esa o'qituvchilarga qo'yiladigan talablar va keyingisi ilmiy tadqiqot faoliyatiga qo'yiladigan talablar va oxirgi rejamiz ta'lim sifatini baholashga qo'yiladigan talablar. Birinchi reja bo'yicha ta'lim mazmuni va o'quv dasturlariga qo'yiladigan talablar, ya'ni o'quv dasturlarini mehnat bozori talablari bilan uyg'unligi, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan o'quv rejalari bo'lishi kerak, fanlar mazmunini modullashtirilgan va moslashuvchan bo'lishi. Keyingisi esa ilm-fan yutuqlari va amaliyot bilan integratsiya qilinishi va fanlararo integratsiya, ya'ni STEM deb misol qilishimiz mumkin. Bunda boshqa fanlar bilan aloqadorligi ham bo'lishi kerak bo'ladi. Keyingisi ta'lim jarayonini tashkil etish bo'yicha talablar. Talabaga yo'naltirilgan ta'lim modeli, kredit modul tizimini to'liq va samarali joriy etilishi, onlayn va gibrid ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, akademik mustaqillik, ya'ni o'sha oliy o'quv yurtiga, oliy ta'lim muassasasiga akademik erkinlik berilishi, akademik mustaqillik berilishi kerak bo'ladi. O'quv jarayonining xalqaro standartlar, ya'ni ESG va EQF ga mosligi. Keyingisi esa o'qituvchilarga qo'yiladigan talablar, ya'ni oliy ta'limdagi o'qituvchilarga qanaqa talablar qo'yilib borilyapti bugungi kunda. Birinchi o'rinda ilmiy daraja yoki ilmiy unvonga ega bo'lishi. Hozirgi kunda o'zini ustida ishlashi va yana o'zini bo'yicha, o'zini mutaxassisligi bo'yicha, o'zini sohasi bo'yicha yana ham yuqori darajaga erishishi, ilmiy darajalarga, ilmiy unvonlarga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni tatbiq bilishi va uni qo'llay olishi kerak. Onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish ko'nikmalarini yaxshi rivojlantirish, shakllantirish kerak bo'ladi. Va yana xorijiy tillarni bilish, o'shuncha rus, ingliz, fransuz yoki boshqa xorijiy tillarni ham bilish talab qilinmoqda. Ya'ni ikki tillilik ko'paymoqda, ko'p tillilik, ilmiy tadqiqot faoliyati bilan muntazam shug'ullanish, talabani individual rivojlanishiga e'tibor qaratish kerak bo'ladi o'qituvchi. Va keyingisi ilmiy tadqiqot faoliyatiga qo'yiladigan talablar. Ilmiy ishlanmalar va innovatsion loyihalar yaratish kerak. Xalqaro indekslangan jurnallarda maqola chop etish kerak bo'ladi. Universitet, sanoat, biznes uchburchagini yaratish. Startaplar, texnoparklar, inkubatsiya markazlari bilan hamkorlik qilib borishga, chunki o'zini loyihalarini, o'zini shaxsiy ishlarini birga shu markazlar bilan birgalikda hamkorlikda amalga oshirib borish kerak bo'ladi. Akademik halollik, falokatga qarshi kurash. Va keyingisi esa ta'lim sifatini baholashga qo'yiladigan talablar. Bunda kriteriya baholash tizimi, portfel, loyihaviy ishlanmalar, laboratoriya ishlari orqali baholash, ya'ni o'sha ta'lim sifatini baholashda oddiygina usullarda emas, balki bugungi kunda zamonaviy talablarga asoslangan holda, kriteriyalarga asoslangan holda, ya'ni baholarni, ballarni qo'yib borish va ularni o'sha qo'ygan ballariga keyin o'sha bo'yicha xulosa berish yoki ularni to'ldirish, xolis, shaffof va raqamlashtirilgan baholash tizimlari, ya'ni LMS, Learning Management System tizimini ham qo'llash, amalga oshirilish aytib o'tilgan. Va ichki va tashqi akkreditatsiya tizimi. Ya'ni bu akkreditatsiya, attestatsiya tizimlari orqali ham ta'lim sifatini baholash jarayoni amalga oshirib boriladi. Bugungi mavzuyimiz bo'yicha ma'lumotlarimiz shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.